Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sırgacı Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizdak 2025 yıl 3. ayının 17. günü vatandaş. Haftaga Düşenbe. Bugünkü vaziyetimizden eysak bugün Düşenbe, Seyşembe. Seyşembe günü Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Prezidenti Donald Trump, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen telefon söhbeti ötküzüdü vatandaş. Bundan keyin ikinci haberimiz nima deseniz hazır su şavqı degeni bilisizlar, onun torbetida bir haber kepti. Hazır Xi Jinping Tayvanga hücum qilish oldida turdi. Hatta bütün ailesini, ayoli Fanlivenni ham Jungo'dan köçürüp Avustralya'ya evetip etti deydi. Bunun aksi andın Lavrnis Twitter yakından bir tanıştık bu kişi bile o kişi deydi. Hazır Jungo Harbiy İşler Komiteti'nin muavin reisi Zhang Yisha Xi Jinping'e şundaq deydi. Men Tayvan'a hücum kılmayman dep görsetti. Şundaq dedi Xi Jinping'e deydim. Demek bu nimeni ispatlap berdi desiniz? Çünkü Kompartiyasi Jona Hay degan ishki majranın reaksiyalashayotganligini, jiddilashayotganligini ko'rib olasiz. Bunun yana bir paketi nima deseniz? Masalan deydiki, Shaolin maliyasi. Hazır Avrupa İttifaqı bilen bugünlerde Jungo'nun diplomatik münasebet ornatqanlığının 50 yıl tolğanlığı münasebet bilen Brüssel'da katta bir yığın yoki yuqori darajaliklar uchrashuv yig'ini bo'lib o'tadigan buningga Reis Xi Jinping taklif qilinibdi, biroq Reis Xi Jinping Brüsselga borib bu yig'in qatnashishni rad qildi deb bo'lib, bu Shaolin maliyasi degan bu bola nima deydi? Hazır Reis Xi Jinping Brüsselga borolmaydi. O Mirza qamoqqa ilindi deydi. Endi bu söz ne söz? Rast ve yalgan o'ttirisida qo'yib turib tushunsangiz bo'ladi vatandaş. Taki isbotlanguncha bunda xabarni rast bilan yalgan o'ttirisa qo'yib turib tushunsangiz bo'ladi vatandaş. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyamizning asli mavzusi nima edi desiniz? Asli mavzu mundaq edi. Tez xabar. Hozir ko'rsatdik. Prezident Donald Trump bilan Prezident Vladimir Putin telefonda suhbatlashadigan vaqt bekitildi. Mavzuli xabar 3. ayning 16. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Moliya birlashma agentligi 3. ayning 17. kuni telegramması. Prezident Donald Trump haftaning 2. kuni Prezident Vladimir Putin bilan telefonda suhbatlashdi. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Haftaning 2. kunidan burun Rossiya bilan Ukrainaning suhbati to'g'risida bir qism xabarlarni anglaysizlar. Yer zamin va elektr stansiya Rossiya Ukraina suhbatining muhim nuqtalaridan bir qismidir. Ukraina chekinib chiqadiganligini dalilladi. Yana bir mavzu vatandaş. Mavzuli xabar 3. ayning 16. kuni Tor betida e'lon qilindi. Qaysi Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ukraina Kiyev istiqlol gazeti Ukraina armiya bosh shtabi 16. kuni 11 sol matbuotda Rossiya Kursk oblasti Sotja rayonidan butunlay chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. Ukraina e'lon qildi yuqorqi gazeti istiqlol gazetida. O'xshashli bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning O'rta Sharq alohida elchisi Vetkov 16. kuni bunda ko'rsatdi. Prezident Donald Trump o'sha hafta Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashishni mo'ljallayapti. Yana bir tarafdan alohida elchi Steve Witkoff
13-cü günü Moskvada söhbətni axırlaşdırğandan keyin siyasi axbarat torbiti həm Vitkop'ның sözlərdən nəql keltirib, bunda görsətdi vətəndaş. Amerika bir neçə həftə içində Rusiya-Ukrayna uğruşun toxtuş kelişimi imzalashni ümid qılıdı. Vitkop, alayda elçi Vitkop, Prezident Vladimir Putin bilan ötküzülgən söhbətdən bir neçə saat davamlaşqanlığı doğrusu toxtulub, bunda görsətdi. İlgiriləş boldu. Biz hazır Rusiya-Ukrayna oturuski fərqlərini yaxınlaşdırdık. Fəvqəladə elçi Steve Vitkop bunda görsətdi. Amerika dəl hazır Ukrayna ilə Rusiya həm də Avropa İttifaqı, Fransiya, Angliya, Finlandiya, Norvegiya qatarlıq dövlətlərlə mühakimə edib beriyotidi. Siyasi axbaratori bunda təsvirlidir. Siyaset axbaratori bunda təsvirlidir. Vitkop'ның düşəndirişçə Prezident Vladimir Putin Prezident Donald Trump'ның Rusiya-Ukrayna uğruşunu axırlaşdırış iddiasını qəbul qıldı. Demək, Prezident Vladimir Putin Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ның Ukrayna-Rusiya uğruşunu axırlaşdırış doğrusudaki fikir taleplerini, tekliflerini kabul kıldı. Rusya Prezidenti Vladimir Putin kabul kıldı. Şundan qaraganda belki iki tarafdan, mesela Rusya ile Amerika Qoşmuş Ştatlarının bir neçə həftədən burunqığı seliştirganda iki devlet münasibeti quyuqlaşdı. Amerika-Rusiya o'rtasidagi ixtiloflar barg'ansiri aziyishga başladı. Her bir cümle, katta mazmun vatandaş, Ukrayna-Rusiya urushini axırlaştırış. Ciddi ve tahirsiz. Baştan axir Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump ta'kidlab kelyapti. Hozir müşahid etilayotgan her bir cümle qaraga, iki davlat yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan prezident Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Prezident Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning munosabati quyuqlashdi. Bu bir gap. Amerika-Rossiya o'rtasidagi ixtiloflar azayish boshladi, bu bir gap. İki cümlede iki mazmun vatandaş. Xi Jinping bu yig'inga qatnashishni rad qildi. Boshda aytdik. Mavzuli xabar 15-kun Vanvitor bitida e'lon qilindi. Xabar mundoq boshlandi. Angliya pul muomala gezdi. 16-kuni xabar qilib mundoq ko'rsatdi. Jungoning raisi Xi Jinping Brusselga berib, Yevropa İttifaqı va Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini tabriklash, yuqori darajalikda yig'ini qatnashishni rad qildi. Qatnashishni rad qildi. Xi Jinping bu yig'inga sovuq muomala qildi deyildi xabarda. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump ko'p tarafli dunyo tartibiga va yer sharilishga zarba berayotgan shundoq bir paytda Jungo taraf faqat Yevropa tarafga ikki taraf hamkorlashaylik deb shior tovlagandan boshqa har qanday bir konkret harakat qilinmaydi. Tushundingizmi? Tunugun nim degan to'q, 3 davlat dedi, Lawrence munosabati shakllandi. Ya'ni 3 darajadan tashqari davlat dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya va Jungo. Shu kishimi tunugun shundoq aytdi. Bu shu 3 davlat munosabati o'rtasida tashabbuskorlik Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida. Mayadanda Yevropa İttifaqı bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillari. Kattijig'in. Asli kattijig'in bo'lish kerak-da, bu qoida bo'yicha vatandash. Rais Xi Jinping bormayman dedi. Faqat eshib qolgani Yevropa İttifaqı Jungo hamkorligini yaxshilaymiz deb shuar tovlashgandan boshqa hamkorlashimiz,
deb şuar to'g'ilgandan boshqa hech narsa eshib qolmadi. Jungoga hech narsa eshib qolmadi. Demak, o'rningni bil, xalqaro jamiyatda tutgan o'rning nima, shuni bilib turib harakat qilsang, o'rningga munosabatli harakat qilsang, bu sening butun hayoting yoki butun siyosat belgilash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Jungolar arbablar. Endilikda yana bir xabar vatandosh. Yevropa ittifoqi dalilida nəhayət zor g'ayriy bir harakat. Hammasi o'rib etildi. Allaqachon Mirza qamoqqa ilindi. Chegara taraflarda to'polon ko'tarildi. Xi Jinpingning intayin muhim chet el ziyorati tuyuqsiz amaldan qoldirildi. Shavlin maliyasi. 3-ayning 17 kuni buning ichida nima dedi? G'ayri bir harakat. Taklif qildisa Yevropaga bormayman deding, rad qilding. Asli berish tegishlik, Xi Jinping berish tegishlik. Bruselga yuqori darajaliklar yig'ini qatnashib bu 50 yilni tabriklashing kerak. Mushundaq jiddiy yig'inda rad qilding. Buni sababi nima? Buni Shavlin maliyasi yuqorida tahlil qilib Mirza qamoqqa ilindi. Yani bir xabar, yazma xabar bu vatandaş. Rossiya boşab ketdi. Rossiya boşab ketishi ve Rossiyaning boşab ketishi ve tinchlik kelishimi. İki şartdan baş tartışqa bo'lmaydi. Mavzuli xabar 3-ayning 16 kuni Vanbi torbiyeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Reuters 3-ayning 17 kuni xabar qilib, bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 18-kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbat olib bordi. Yuqorqi bir xabarni ko'rdik. Bu xabarda yana keldi bu gap vatandosh. Bundan burun Rossiya Federatsiya Tashqi ishlar ministerligi muavin ministri Aleksandr Krashkov 17 kuni Rossiya matbuoti xabardir. Yo'q, Rossiya matbuoti xabarda gazeti. Buni Izvestiya deydi ekan Rossiya. Izvestiya gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunda ko'rsatdi. Rossiya Ukraina bilan o'tkazadigan har qanday tinchlik kelishimidagi talablar ichida o'zgartishga bo'lmaydigan bexatarlik kapolati, ya'ni NATO'ga a'zo davlatlar Ukrainani NATO qatnashtirish mumkinligini chetga qiqishi kerak. Ukraina NATO'ga kirdi. Ukraina NATO'ga kirmaydi. Hozir vaqt emas. Ukraina NATO'ga kirishni iltimos qilsa bo'ladi. Mush urush jarayonida mush gaplarning hammasi o'tirg'i chiqdi. Endi bugun oxiri Ukraina Rossiya tinchlik kelishimi imzolashga qadam qo'ydigan istalga o'ltirdigan mushundaq paytda Rossiya taraf o'tirib qo'ygan shartlar NATO'ga a'zo bo'lmaydi Ukraina. Ukraina NATO'ga a'zo bo'laman desa, NATO'ga a'zo davlatlar buni rad qilish kerak. Bu Rossiya tarafdan bu qatimqi tinchlik kelishimi o'tirib qo'ygan bir shart deb o'tandi. Shundaqla Ukrainaning betaraf turishini talab qiladi. Demak, sen Sharq tarafdami emas, G'arb tarafdami emas, NATO tarafdami emas, Rossiya tarafdami emas, betaraf. Betaraf bir davlat bo'lib, betarafda turishini ishga oshirishing kerak. Bu ikkinchi shart. Ukraina qo'yilayotgan shart. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trump 18-kuni Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashdi. 18-kunidan burun yoki bugun deyli mana 18 ham Sharq vaqti Rossiyaga. Bugun 17 Amerika Qo'shma Shtatlarida, demak 18-kunidan burun Rossiya Ukraina suhbatiga aloqador ishlar e'lon qilinadi. Balki hozir yoki bugun yoki kechgacha bu Amerika tarafdan e'lon qilinsa kerak. Yana ko'ramiz vatandosh e'lon qilindi. Rossiya Ukraina suhbatiga aloqador ishlar. Balki siyosat xarakterlik va boshqa xarakterlik ishlar bugun e'lon qilinadi.
növbet Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning Amerika-Ukraina suhbatlashib bekitgan 30 kunlik urush to'xtatish kelishimini qabul qilishga tirishchanlik ko'rsatmoqda. Navbatdagi tirishchanlik Amerika Qo'shma Shtatlaridan Aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraina kelishib bekitgan 30 kun urush to'xtatish. Mushuni prezident Vladimir Putin qabul qilishi kerak. Uning qabul qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tirishchanlik ko'rsatmoqda. Prezident Vladimir Putin bu to'g'rida Rossiyaning xalqiliq shartlarini qabul qilish kerakligini ko'rsatdi. Tashqi ishlar ministri Rossiyaning Kroshko xabarlar gazetiga bergan ma'lumotida urush to'xtatish kelishimi to'g'risida to'xtaldi. Har qanday urush to'xtatish kelishimi Rossiyaning talabiga moslashishi kerak. U munda ko'rsatdi. Biz o'zgartirishga bo'lmaydigan bexatarlik kafolatini kelishimning bir qismiga aylantirishni talab qilamiz. Kroshko munda ko'rsatdi. Bexatarlik kafolati jumladan Ukrainaning betaraf turishini o'z ichiga oladi. NATOga a'zo davlatlar Ukrainaning NATOga a'zo bo'lib kirishni iltimosini rad qiladi. Bundan boshqa yana Kroshko Kreml sarayining maydonini sharhlab, Ukraina NATOning kuzatuvchisi, Ukrainada NATOning kuzatuvchilar o'rinlash turishiga qat'iy qarshi turdi. Masalan, armiya dedi, tashqi saqlash qismlari dedi, anandaki müştəməşi, yəni şu şərtlə, nimdəydi, Kroshko, mayli Yevropa ittifaqı olsun, mayli NATO, yoki qandaq bir davlat, namida Ukraina territoriyasiga askar o'rinlashtirishga bo'lmaydi. Shundaqla har qandaq, masalan, NATOga munosabatlik kuzatuvchilar, tekshiruvchilar deydigan guruhlarni Ukrainaga o'rinlashtirishga bo'lmaydi. Rossiya tarafining shartlari vatandosh. Agar askar paydo bo'ladi ekan, g'ayri davlatning askari Ukrainada paydo bo'ladi ekan, Ukraina Rossiya ikki taraf o'rtasida yana yuz berish mumkin bo'lgan to'qinishning oqibatlarini shu askarni shu yerga avatgan davlatlar avatga kelish kerak. Bu bir qo'shimcha shartga vatandosh. Jungo Kompartiyasining ichki qismida zo'r masala o'tirg'i chiqdi. Yana bir xabar vatandosh. Xi Jinping Panama prezidenti bilan ko'rishmoqchi bo'lganda Panama prezidentining rad qilishiga o'shirdi. Shaolin maliyasi 3-oyning 17-kuni. Vatandoshlar vaziyat daqiqa, minut ichida o'zgarib turyapti, minut ichida. Nayati yirik va sezgur masala Rossiya Ukraina urushini to'xtatish, bundan keyin dunyo. Yana boshqa ikkinchi tarafdan siyosat Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning qo'li bilan yana qanday belgilanadi? Hozir dunyo mushuning diqqat qilayotgan masala. Başta aytdik, Jungo Harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yusha Xi Jinpingga mundaq dedi. Biz Tayvanga hujum qilmaymiz. Aralıqda nima dedi? Tayvanga hujum qiladi. Hatta Xi Jinping o'zining oila jamiyatini, hatto ayol Fengnivanni hozir Avstraliyaga yo'lga soldi. Avstraliya bilan munosabati yaxshi emas, Jungo ikki davlatning Fengnivan o'zining ayolini Avstraliyaga yo'lga soldi deganda ma'qul deb anglaymiz bu xabarlarni vatandosh. Lekin buni rostini bir tarafga, yolg'onni bir tarafga chiqarib analiz qilish bu tamom sizning ixtiyoringizdagi ish vatandoshlar.